Balansa. Qandira. Taş kele. Otur. Kele. Qandira. Taşnımı sıkıp suyun çıkırdı ağıyla bilgen balığı dastıkan sep kaptık ko. Yani sen birinci öp geldin cumada. Adaş, Nicat Chopra emasmi? Oy, Nicat bilan kelding mi? Ha? Ben Nicat-chu. Ha, mashina to'xtagan ya yo'qligini udulga mashina to'xtatib hozir kirdi. Ha. O'zingcha qandira. Bak bu yaxshiligini bo'lmaydi adash. Herhalde hayat ro'tinan bor. Ha, bo'pti adash. Ölmegen canda ümit bor. Oho, ey, nima degan jiq mashina bu? Hammadan xo'jayin bo'lib ketdimi nima? Ey, bizning shirkatdagi bir bal mashina olibdi degina. Og'uyning uyi ijorati xe. Qo'li durib, yanchib qurib, qo'saq ash ballanib. Lazım bo'lsa, iqtisod yarvasa as bo'ladi. Ya bash balga nasimiz o? Ya baslashgidek nima u ey? Zamonimizning temir arvasi bu shu. Shu? Ey, sen bu maktab bitirib mashina haydagan. Bir 15 yillar bo'lib qoldi deyman. Bo'lib qoldi. Ha, rost to'xta. Ey, sening shu mashina haydab ubirnig'im bor ber. Sen ha? Yo'q, to'xta, nima deng? Shu seni to'lib mashina haydab ubirnig'im mashina haydab bardan o'qapti dedi. Ey, Bay yaqinda men ishni mash qilib mang'alig'ining chiyini beribdi deb unda qajab bizning chaqamaqsina. Ey, xushqashlaring chiqqapti buga. Adil aram bir tamoq yeyli degan dadash, batildan ham sog'ash keldik-ku. Hoy, unda deb ketmanglar. O'tgan yedinglar tamog'imni. Ya, onun bir ham yil bo'lgandi. Murat aka qaptiga. Voy! Og'inlar, qanday ahvolinglar? Qani yo'qirg'a. Qanday og'in? Sog' salomat turgansizlar? Aman deb, Faylasuf olinlari. Qadash, bak aldirashma ya. Qabohatlik aldirashligini. Mo'shu yaqinda bir yangi bayqishim haqidagi kitobimda e'lon qilmoqchi edim. Shuni kech kunduz yeziqchilik bilan shug'ullanyapman. Ey, kitap yozatamsa, nima to'g'riliq? Sog'lomlik, to'g'riliq. Ya gazirning meg'iz shupigidan foydali degandek bir nimalarni yozibsan-da. Ey, sen bu ana xizmetiga chaqchaqmingmi? Ömrida ruxsat so'rash xatini yezib boqmagan reyimda kishilar ilmiy tadqiqotni nima bildi adash. Ey, adash, mush kitob yozsang nech pul berdi? Ya adash, kitob yozganda qog'ozdan boshqa dasmiy ketmagandiki, brashkivka bas yozib bo'laverdi-ku bunga. Xeli berdi. Kiremem Nicat'ninkiga yetmişma. Her halde kolumni qaysi yanchib qisasam pul sharaqlaydi. Nadi ish ahmagan odam yaratmaydi. Nima ahmaydi? Ya balanza ishlab turyaptimi, cho'ntak kirib turyapti-da. Ha, qo'saqa shu gash gapirjima. Ya Rimada, sen mush yaqinda uni buni qilib pechap patatib ketding. Shirkatga ham ishlamsiya? Tovadanlar, ag'inlar bililarda. Ham sen shirkatda o'tirib olib, "Eriyam, choy akram" desang, "Maqada qilma." Agar duoga qaramang, bek bira ishni qilib ketgan bo'lsa, adash. Amanda shirkatlarning maslahatlarini bir tag'ani bersa, gom el tashlab qo'ysalar, mana egizliginglar deb qo'yamiz adash. Shirkatlardan hozir nima chiqaryapsizlar? Sopun adash. Qo'saq o, ashta yapacak. Azraq bir tamoq ishgash paranglashmaylikmi? Ya bir şey dedim ha? Ya şikil ya çekil koymasa. Çaraklarıma bir yol salaydigan mı ya? Ya Abdul, o'zing pat chaqirib turmaysa adash. Biz chaqirsak kelmaysa. Ey, balanza, bugun bag'va ma gunoyingni tuzgirak ish qiljima. Bo'lmasa ballarni oldida, qanday demidin, janobiy faylasuf olinlari. To'g'ri demidin. Mushu kashni cho'ng ichish salomatlikka ziyonli. Mana bir dal tarxamakni chaydovlab urib palaq akirsa bo'ladi. Bo'ldi. Bugun sizlar nega desang shu yerga boshlaydi. Nega bormaysiz? Ya balanza, dibaga dash, diba, shundami? Mas'ul bana qo'y naran chiqdimi? Adash, demakdan bilan ish qilsajima sen. Sizlar meni bilasizlar.
men tafakkur qilishni yaxshi ko'rgan edim. Azaldan varang churung yalang bormayman. Ey, jimarab, kitobxonaga baram tuya. Sen iş bizdikensen ha adaş. Ağaylar, bundoq qilay. Biz sizlar bilan dishilgan azroq gap borki, shu gapni dish o'ylab qandim borayli. Buncha qarorlashtirilmaydi. Bunda da qarg'ani masla chayqib qolishmanda. Ya tamakını bekar yegizmeydi bu. Bak emas. Vallah, men Ağaylar. Mana Nima? 30 ming yil lazım bo'lib qolgan-te. Nima? Nima? Hozir verme. Adaş, ishing qoldi. Maqadaş. O'tiradi, o'tira. Adash, ko'nglingga kamsin qara. Bak gapni cho'q qilib o'tgan bilan bog'am ishlarim toza joyida emasligini. O'zim bilsam, men xotin yig'raya. Ham yengib qolgan shu uni pul ketadigan gapga qara. Ham uni buni qilib qo'y, yig'ib qolgan bir 15 mingga pul bor. Adaş, ko'nglingni men tikivatdi deb o'ylading qachon. Qara, mush uy bezavatgan. Mush uy bezash degan bankidagi pulni tamg'i chaplash degan gapga. Onundan boshqa yanimda yana o'shiq 15 ming koy pul bor. Shu Nejatning tikivatgani bo'lmadi-da. Ketmadingmi? Maşını doltasam, 2 kun kirib chiqib olsam, qanday ketalayman? Yordam qilammisanmi? Pul so'rab olay. Vallah. Ağaylar, bu hujum bo'lgan ish emas. Bu kechirim so'roqchilik ish yo'q. Uy bizasan, ayoling yangisa, sana pul lazım bo'lgan gap adash. Murat, uy bizashni men bilaman. Uy bizagan odam necha yil yuzini o'xshamaydigan gap. Nijat, sen bir hujummi adash? Ağay bu sizlar Adaş, manda gap qara. Ma bizning shirkatni hozir cho'ngaytgan degana. Uning ustiga 30 ming men uchun cho'ng gap emas. Lekin shirkatda pul oyilinib pulimga mal qoladi. Men og'ayni bolang netsi 70-80 ming ko'p pul berib qo'yib, hozircha ololmadim qara. Bichora. Sino olim mendim xarabkan-ku. Qo'saqa shu gash gap qilib olamza. Baylarda naq pul yo'q. Men qaysi kuni baylardan pul so'rman degan maqol shunda o'qigan. Jin. bu qat'iy hujum bo'lgan ish emas. Men sizlardan faqat ranjimayman. Xotirjam qaytaveringlar. Maqadash. 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 Sen sabit pulni nimaga ishlatsan? Nima? Mayra qizmayligi 30 ming qolimidamda? Yo'qa, Mayramda demaydan. Ya, o gap so'z degan gapida qachon? Shaklvozlik chekiga yetdi-ku bizda. Bu undaq ish emas, og'aylar. Mahira oqqon kasil giriftar bo'lib qoldi. Nima? Ya da 30 ming yamlab saqayamdik ya. Men oldin topshirgan 70 mingni elib olib, uyini qaytarib berdim. Demak 100 ming ketadi degina. Pulg'o mayli. Doktorlar davolab saqaytimiz demdi. Yilik amlashtirish operatsiyasi qildi ekan. Agar yilik yaklamasa, yaxshi bo'lib qolish ehtimolligi bor deydi. O'zinglar bilasizlar, Mahiraning ota-onasi yo'q. Jilik yakilsiz-ku.
Adash, unda desam, boshqa o'ylanib qolma qara. Mavo tavakkul qilgan ishga o'ylashib ish qilasiz shuma? Natijasiz bo'lib qolsa. Ya o'ylashib baqsam bo'ldi o'xshaydi juma. Sizlar mushundaq vaqtda o qizni tashlab etmoqchimisizlar? Bir qiz, bir yigitni mana ömürlük hamrohi bo'ldi. Mana egi bo'ladi deb uni yaxshi ko'rib. Unaqa ergishibga, o'zini unaqa topshiribga. To'g'ri. U balki saqlayolmas. Oho, ketar. Biroq keyingi ömrimni men qanday o'tkazaman? Agar shunday qilsam, mendagi u qizga bo'lgan yigitlik burch, majburiyat nima ketadi og'aylar? Men u qizga qarz. Yigit. Ya balanza. Mush gipim uchun baga qara 15 mingni men berib turmoqdimmi? Ey, ayolimning yan yengidaniga 4-5 oy bag'va. Tirishchan bo'lganki, birama qilib olamiz adash. Adash! Esh pispas 15 mingga yarg'ayadim, menmi 15 mingga yarayman. Xotirjam bo'l. Uyning ishlarini o'zim atrofliq o'rlashtira olaman. Mana. Jin aşk paylasotning oldida meni. Voy. Gap qilmasam no'chig'i sizlar. Meni mushtuqim bilan opirib, men ijod payvachini rayni qo'yma desam, yuzimga yarayimjima deylar. Ya odam, mashqisning pullanma. 30 mingni men beraman. Ey, topsang qaytarasa, topolmasang suylamayimjima. Nijat oxiri ta'sirlandi. Ya baldiraqsi debsam ada. Ya vallahi, mavo alog'ingning netisiga pul berib qo'yib yomon bo'lib qoldim. Pul berib yomon bo'lg'ich bermayli yomon bo'lay deb o'ylagan. Adash, men gaping xijlik qilib qo'ydi deyman. Jan. Hey, biz qarz olgan pul deganim voqe, vaqtida qaytarsa, lozim bo'lsa ham so'z pul demasmi? Shu emasmi? O'zimiz nachar. Degandan beri logikalik gapdan birini qildim. Rahmat. Ben bu qarzni pat orqali qaytarib o'taman. Adash, bosh kun tushganda asqatma og'ingni qandam og'ing degil bo'ldi ha. Jan, kunda tepilishib, ishonda dibag'ada belalish hisob emasligini. Adash, sen biskilamas. Bizmi sana qarz. Bizning bir-birimizga do'stlik qarzimiz bor. Vallahi. Nim tamaq yeymiz ha. Qimmatlamsa. Hey, bayladın pul sorma. Kuyla, ey. Bugun kim chaqalmayaga? Oddi, Mushum iman qilmamda. Ulan